Kuchli zilzila Yevropadagi Gallipoli qal'asining devorlariga jiddiy zarar yetkazdi. Bundan foydalangan Usmonlilar Dardanel bo'g'ozidan o'tib qal'ani egallab oldilar. Aynan shu voqea keyinchalik Turkiyaning Yevropada hududga ega bo'lishiga asos bo'ldi. Shundan so'ng Usmonlilar Bolqon yarimoroliga yanada chuqurroq kirib bordi. Ular Adrianopol shahrini, hozirgi Edirnani egalladilar. Nihoyat 1453-yilda Konstantinopolni ham zabt etdilar. Shahar Usmonlilar imperiyasining poytaxtiga aylandi va keyinchalik Istanbul deb ataldi. Vaqt o'tishi bilan Usmonlilar imperiyasi janubi-sharqiy Yevropaning ulkan hududlarini boshqardi. Ular Gretsiya, Bolgariya, Serbiya, Ruminiya va boshqa ko'plab hududlarni o'z nazoratiga oldi. Ammo 20-asr boshlariga kelib, Usmonlilar imperiyasi asta-sekin qulay boshladi. Yevropadagi hududlar birin-ketin mustaqillikka erishdi. Birinchi jahon urushi